allergiyam bor deydigan akalarni endi men shuning ichida yuribman, o'zim bilyapman. Changga vakuum qilib qo'ygan ekansiz. Changga vakuum qilib qo'yganmiz mana. Mana shu narsalar ichkariga qarab tortadi. Chiqarishini qarang. Mana shu holatda bo'ladi mana. Pichoqlari ham qalin german. Pichoqlari qalin, kambayindikidan. Mana bu yonda bu malatka o'ylari bo'ladi mana. Don mahsulotlar shunaqalar yorib pachaqlab oladi. Bu poxolga agar mollaringizga sop turib ustidan atala kuyib beradigan bo'lsangiz, poxoldan boru hech qanaqa mushkul chiqarmaydi. Narxlari kelganimda aytdingiz 1.400 dan qanchagacha dedingiz? 1.400 dan boshlanadi. Xo'p. 5 millionligi ham bor. Mana bu bilan bo'lsa? Ha, mana bu mana bug'doy mana. Bug'doydiki mana. Bu to'pa. Somon bu, sariqroq. Mana bu sholiniki mana. Deb qarasangiz mana o'zi sholi ham bor-da mana. Efir minorasi. O'ptimcha akalarimiz bo'lsa aka, ofisga qo'yib qo'yish uchun tadarka ham qo'raveramiz. Ko'p chorvador akalarimizda uchraydigan muammolardan bittasi bu yozda bosgan siloslari qishga yetib kelmay tugab qolishlari. Xuddi mana shunday poxol yoki makkapoyalarni mollariga berishadi va oqibatda nushqut shunaqangi ko'payib ketadi. Agar siz Chorva Pro universal drabilkalaridan xarid qiladigan bo'lsangiz, u mollaringizda nushqutdan asar ham qolmaydi. Bugungi video roligimizni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, Chorva Pro universal drabilkalar ishlab chiqariladigan sexiga kelganmiz. Bugun assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akamiz, sizimiz charchamiz. Kuzatuvchilarimizga to'liq tushunchasini beramiz aka. Bugun Chorva Pro universal drabilkalarini to'liq tushuntirib, narx beramiz. Juda ham zo'r. Xudo xolasa narxlarni ham arzon qilamiz. Narxlarni ham arzon qilamiz, sindirib yuboramiz narxlarni. Narxlarni sindirib, sifatini hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Bekorga poxolni ko'rsatmadim, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu poxolni ko'rib turgan Chorva Pro drabilkalar chiqarib berdi. Ko'p voha tomonlardagi kommentariyalarda yozib qoladi-da. Bu drabilkang poxol chiqara oladimi, yo'qmi deyshadi. O'shaning uchun so'z isboti bilan bitta poxolni bir ishlar ko'rsatib beraveramiz. Bo'ldi, gap so'z yo'q aka. Keling, birinchi drabilkamizda qanday qulayliklari bor shular haqida to'liq ma'lumot bersak. Drabilkalarimizni qulayligi, misol uchun buni 2 kishilar ko'tarish shart emas. Uyda yosh bolalar ham olib ketaveradi. Ushaysiz mana. Sudrab ketaveradi bu. Birinchi qulaylik tagida g'ildiragi bor. G'ildiragi bor. Soplari bor. Agar mabodo ko'tarib oladigan joyda bo'lsa ham, akalarimiz mana etiga yonidan ko'tarib ketaveradi. Narsalari bor ekan. Keyin yana bitta qulayligi bu narsamizni. Xo'p. Misol mana elaklari bo'ladi, mana 4 xil elagi bo'ladi. Mana setkalar, nasabkalari bo'ladi. Mana. Buni yana bitta qulayligi, misol uchun mana. Xo'p. Oldinlari yonidan ochib, buni ajratib solinardi. Hozir unaqa emas mana. Yondan shuni solasiz mana. Olaverasiz. Unaqa qiyinchilik bo'lmaydi mana. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana aytani bulut bilan yech, bo'shat. Unaqa narsa yo'q. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Shuni bir zumda solasiz, olasiz, bo'ldi. Keyin yana bitta qulayliklardan changga allergiyam bor deydigan akalarni endi men shuning ichida yuribman, o'zim bilyapman. Changga vakuum qilib qo'ygan ekansiz. Changga vakuum qilib qo'yganmiz mana. Mana shu narsalar ichkariga qarab tortadi. Changni chiqarmaydi. Changni umuman tashqariga chiqarmaydi, pastga qarab tortadi. Juda ham zo'r. O'sha changga allergiyam bor deyotgan akalarimiz shu drabilkadan oladigan bo'lsangiz, hech qanaqasiga changga allergiya ham bo'lmaysiz, chang ham chiqarmaydi. Faqat hammasi og'izdan chiqaradi. Xo'p, mana tomon ham bitta qulaylik. Buni ham albatta aytishimiz kerak. Mana bunaqasiga bosib qo'ygansiz. Bunga sabab endi uzoq qotasiz oldinlari. Shunga mashlarda mana yana qo'shimcha qilib qo'yapmiz. Pastroq, yaqinroqqa chiqarib beradi. Uzoq qotib yormaydi bunisi. Juda ham zo'r. Pichoqlari nechtalik bo'ladi ekan? Pichoqlari 22 talik bo'ladi, malatka o'ylari bilan. Mana bunda ko'rishlari mumkin. Mana akalarimiz bitta bo'shini olib chiqib qo'yishdi. Mana shu holatda bo'ladi mana. Pichoqlari ham qalin german. Pichoqlari qalin, kambayindikidan. Mana bu yonda bu malatka o'ylari bo'ladi mana. Don mahsulotlar shunaqalar yorib pachaqlab oladi bular. Endi mana malatka o'y nima vazifani bajaradi deyotgan akalarimiz uchun oddiy misol mana edi. Siz makka chiqarasizmi yoki mana bunaqa bug'doy chiqarasizmi? Bularni o'sha un holatda chiqarib un holatda keltirib beradi. Yorma holat, un holat qilib beraveradi. Juda ham zo'r. Mana o'sha tayyor terilgan pichoq bu. Mana yaqinroq kelib ko'rsating. Tayyor listi ham qalin ekan, anchagina qalin. Pichoqlari ham oddiy qalin. Вообще zo'r. Qo'yib qolmaslikda iloji yo'q. Aka haqiqatdan aytganimizdek poxolni chiqaradi. Poxol chiqarib beramizmi? Qanday chiqarishlarini. Xo'p, buni endi elakli holatda ham chiqarib beraveramiz aka. Hozir elaksiz holatda bu. Elakli holat hozir. Elak yaqinroq kelib ko'rsating. Qo'y borlar uchun ham
qo'yga mosda bu. Aka tiqilib qolmaydimi? Tiqilmaydi aka, xudo xolasa tiqilmaydi. Bo'ldi, bo'lmasam bitta ishlatib ko'ramiz. Qani, albatta like bosib ko'rasizlarga rostdan chiqarib beradigan bo'lsa. Videoni uzmaymiz. To'yt ulab qo'ylar. To'ku tomon uzilib qolibdi, videoni o'chirmay qo'yamiz. Trabilga ishladi. E'tibor beradigan bo'lsak, ovozi unaqangi kuchli emas. Bitta trabilga olsangiz 7 ta mahalla eshitadigan emas. O'zingizdan yog'iga chiqmaydi ovozlari. Chiqarishini qarang. Bo'ladi ham Garmir aka. Mana kuzatuvchilar, bu poxolga agar mollaringizga sop turib ustidan atala quyib beradigan bo'lsangiz, bu poxoldan boru hech qanaqa mushqut chiqarmaydi. Bu qo'yga ham bo'laveradi-da bu hol. O'zi qo'y bo'lib setgan Qo'y bo'lib qoldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Вообще main holatda yorib tashladi. Bu yo'qsa qanaqa cho'ziluvchan haliga bir kesilmaydigan narsada raso ko'pchilik biladi. Endi buni setkasi holatda ham chiqarib beramizmi? Aha. Setkasi holatda chiqarib beramiz. Somondan emas, hurmatli kuzatuvchilar, poxoldan boshlaydi. Chunki somonni hamma trabilga ham chiqarib beraveradi. Shuning uchun sal qattiqroq, qiyinroq mahsulotlarni sizlar uchun chiqarib ko'rsatib beryapmiz. Svet o'chib qoldimi? Svet o'chdi shekilli. Svet o'chib qoldi. Svet yondi, hurmatli kuzatuvchilar. Chiqarish. Bo'ladi. Mana bu setkasi holatda. Ko'rishingiz mumkin. Yanchib tashlaganda buni. Agar bu ozgina ajra aralashadigan bo'lsa, shuncha quruqcha chiqarib beradigan bo'lsangiz, hech qanaqa mushkul chiqarmaydi. Aka, endi buni misol bir xilgilar aytishi mumkin kommentariyalaringizda. Aha. Ya bu somon, bu bug'doydiki deyishi mumkin. Mana oddiy misol uchun mana. Mana u bilan bo'lsa? Ha, mana u mana bug'doy mana. Bug'doydiki mana. Somon bu, sariqroq. Mana u sholiniki mana. Deb qarasangiz mana o'zi sholi ham bor-da mana. Mana sholi erchilib olgan joylari turibdi. O'ta qattiq narsalar bu, hali ilashib qolaveradi. Shunaqa behijolat bu mahsulotlarimiz. Xo'p, endi aka buni ko'rdik. Don mahsulotlarini qanday chiqarib beradi? Don mahsulotlarni un holat, yorma holat qilib beraveradi. Mana misol uchun mana bug'doy, makka misol uchun. Buni yorma holat keltirib beraveradi. Yorma holatda keltirib beradi. Aha. Keyin yana bitta narsa, endi mana shunda makkani ham bitta chiqaraylik aka. Makkani ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik o'sha makkani quruqlayni bosib olgan akalarimiz o'ylanishadi, chiqara oladimi yo'qmi? Makka payani endi chiqarib ko'rsatib beramiz. Ovozi unaqangi kuchli emas ekan-a? Ovozi uni baland ham emas. Baland emas. Aha. Shunday o'zi ovoz kuchli bo'lmagani bilan, lekin chiqarish haqiqatan zo'r. Ko'ryapsizlar, poxolni chiqarib yubordi mana. Makka. Aka, bu yozdi kunida ko'pchilik mollarimga slyos qilib olaman desa chiqarib beraveramiz. Chiqarib beraveradi aka. Mana misol mana bunday qarasangiz, mana qattiq o'zay joyini yorma holat keltirib berganda mana shu. Ko'klarini ichidan ajratib tashlagan. Mana shu ajratib qo'ygan. Mana shuni ham yuvuradi. Oldingi paytda yemasdi shuni. Yemasdi, to'g'ri. Qattiq bo'lib qoladi. Barigini yeydi, bo'ldi. Ha. Juda ham zo'r. Aka, narxlarini bitta aytib o'tib ketishimiz kerak, albatta kuzatuvchilarimiz dastavkayu narxlarini. Narxlari kelganimda aytdingiz 1.400.000 dan qanchagacha dedingiz? 1.400.000 dan boshlanadi. Xo'p. 5 millionligi ham bor, zakaz asosida qilinaveradi. 2.400.000ligi ham bor buni, 3.5 millionligi ham. Chorvasi ko'plar uchun 3 fazalik ham qilib beraveramiz bu narsani. 3 fazalik ham qilib beraveramiz. 3 fazalik ham qilib beraveramiz. Bor akalarimiz. Bemalol qilib beraveramiz, garantiyalarni beramiz. Juda ham zo'r. Hozir mana shu chiqarib berganimizning narxi necha pul? Mana mashinlarimiz hozir 6 kilovatga 3.5 ming oborot bo'ladi. Xo'p. Mashinlarni aka
mana sizni podpischiklaringiz telefon qilsa, Xo'p. shu narsamizni 2,5 million dastlabkasi ichida qilib, uyigacha yetkazib ko'rsatib beramiz. Kuzatuvchilar albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilish kerak. Hozirda o'zida videoni pauza qilib, akamizga telefon qilishlaring kerak, chunki aytib o'tib ketish kerak, sizga foydali kanaldan albatta ko'rib telefon qilyapmiz desalaring, narxini o'sha holatda chiqarib O'sha holatda qilib beramiz. Buni endi 3,5 kilovatligi ham bo'ladi. 3,5 kilovat, 3,5 amperotli bo'ladi. Unisini 100 ming so'm o'tib beramiz. Unisini 100 ming so'm 2 million 400 mingdan dastlabkasi ishda qilib beraveramiz. Juda ham zo'r. Agar vodiylik akalarimiz bo'lsa, ozmas yo'l qo'yib berasizmi? Chunki vodiy baribir o'zimizda. Vodiydan bo'lsa o'tib beraveramiz. Ozmas o'tib beradi. Keyin yana bitta narsa, kimdir misol magazinda optim olib sotaman boshqa deyishi mumkin. Bular uchun отдельный bir maxsus chegirmalar qilib beraveramiz. Chegirma narxda chiqarib. Chegirma narxda chiqarib beraveramiz. Gap so'z yo'q. Endi optimga deganda 10 tadan baland olishgandami yoki 5 tadan ham? 5 tadan ag'iga optim hisoblayveramiz. 5 tadan ag'ida optim narx yoki mahallangiz, qo'ni-qo'shnilaringiz bilan bitta maslahat qilingda, aka bizga 5 ta kerak, narxini yengillatib bering desangiz, albatta chiroyli narx qilib beramiz. Agar mahalladan, xonadondan bo'ladigan bo'lsa, 3 ta bo'ladigan bo'lsa, unga ham chegirma qilib beraveramiz. Unga ham optim narxda chiqarib beraveramiz. Gap so'z yo'q. Menga 3 ta jo'nating, 3 ta qo'shni olyapman desa, bo'ldi, optim narxda chiqarib yuboraveramiz. Gap so'z yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, oshna og'aynilarim bilan choyxonada o'tirganda albatta buni ham bitta maslahat qilib ketadigan joy, chunki sizlarga anchagina yengillik kiritilgan holatda akamiz bonus qilib qo'yishdi. Gap so'z yo'q, juda ham zo'r. Xo'p, endi aka, Makkani. Aka, mana shu misol Makkani hozir chiqaramiz. Xo'p. 3,5 kilovatlikda chiqaramiz. 3,5 kilovatda chiqarib 3,5 kilovat, 3,5 amperot bo'ladi. Setkasi eng mayin setka. Eng mayinida bo'ladi. Bug'doyni chiqarib beramiz, mana ko'rishingiz mumkin, bug'doy ichida. Xo'p. Bo'ldi, bug'doyda bo'lmasam bitta chiqarib beramiz. Qanday holatda chiqaradi? Ya'ni kepak holatda. Misol uchun bunga 20 kilo, 30 kilo to'kib olasiz-da. Yarim qopni ochib qo'yadi. Mana ligirovkasini ochib qo'yasiz, o'zi tushaveradi. O'zi ligirovda turib qarash shart emas-da bu narsaga. O'zi tushaveradi, adan chiqaveradi u. Mana. Bo'ldi, bekitib ham qo'yavering aka. Mana kuzatuvchilar, mana shu setkada mana shu kepak holatiga keltirib berdi. Kepak holatda. Mollaringga bemalol ratsion tuzib beradigan bo'lsangiz, juda ham zo'r holatda bo'ladi. Endi Makkani mardagi bilan mana shu yorma holatda chiqarib beramiz. Endi misol uchun mana sotasi bilan deydi bir xilgilar. Yem uchun-da bu. Xo'p. Mana sotasi bilan ham chiqaraveradi bu. Hozir ko'rsatamiz, ha? Buni ham ko'rsatib beramiz. Holatda. Xo'p, bo'lmasam ko'ramiz. Bu tepadan tashaverasiz-da buni. Bo'ladi aka. Mana endi bunisi atalabop holatdagisi. Yoki tovuqlaringizga shundaycha bersangiz ham bo'laveradi, qo'yingiz bo'ladigan bo'lsa, qaynatib bersangiz ham bo'laveradi. Molga atalab bo'ladigan bo'lsa, sotasi bilan bir yo'la chiqarib yuboraveradi. O'zini ham chiqaraveradi, sotasi bilan ham chiqaraveradi. Endi bu bunaqada shilaka bo'lot asasi shilaka bo'lotni ham chiqaraveradi-da bu. O'zi asli chiqaradigan narsa aslida. Shilaka bo'lot shuni tashasangiz maydalab chiqarib yuboradi shilaka bo'lot. Lekin tavsiya qilinmaydi. Endi misol odamlar qiziqtirishga bu qilyapti, bizga misol kerak yo'q. Mol chiqaradigan narsani. Mol yeydigan narsani mana chiqarib ko'rsatib beryapti. To'ppa-to'g'ri. Lekin bemalol agar shubha bilan bo'ladigan bo'lsa, men o'zim borib olib kelaman deydigan bo'lsa, unga alohida narx bo'ladi. Alohida, Keyin haligi shlaka blokni ham ko'zning yonida chiqarib beraverasiz. Chiqarib beraveramiz. O'zim borib ko'raman. Va bu chiqara olmaydi degan odamlar uchun kelsa, chegirmalari bor, o'zi kelganligi uchun ko'zini oldida chiqarib beraveramiz. Har qanday mahsulotmi, shilaka blokmi, farqi yo'q uni. Juda ham zo'r. Keyin albatta aytishimiz kerak, dastavkamiz nech kundan nech kungacha yetib boryapti. Vodiyga
Dastlabkilarimiz vodiy bo'ylab imkon qadar bir kunda bo'lyapti. Bir kunda Ha, yetkazib bir kunda bo'lyapti. Abitdan keyin bu polani bo'lsa, ertasi kunga qoldiryapmiz. Yo, srochniy kerak deydigan odamga srochniy jo'natib ham yuboraveramiz. O'sha kunda o'zida ham ish bitaveradi. Voha tomongacha. Voha tomonlarga, misol Surxondaryolarga 3 kungacha cho'zilyapti. 2 Surxondaryo, kun, 3 kun. Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpoq. Shunaqa, ha. Shunaqaga yetib boradi. Chunki uzoqda bizdan. Uzoq, ha. Biz vodiydamiz, manzilda ham aytib o'tib keting. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida. Agar keladiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarda telegramlar bor, lokatsiya tashlab beraveradi. Mana shu eshigini tagigacha olib kelishadi. Kelib, baholashib gaplashilaveradi. Xo'p, keling aka, yana bir mana tomondagi stanoklar qanaqa, bular haqida ham Endi bu yerda gapirsak gap ko'p. Ko'p narsalar bor. Mana misol ko'rsatamiz bo'lmasa. Hozir bu yerda menimcha chiqaradigan narsani chiqarib ko'rsatib berdik hammasini. Hamma yo'q ko'rsatdik. Endi somonni ko'rsatmadik, hurmatli kuzatuvchilar, mana qo'qolni chiqarib berganda u somon nima u? Somonni bir deganda yanchib olsa kerak. Somonni bittada yanchib boradi. Yoki bitta ko'rsatib berasizmi? Ko'rsatib ham beraveramiz. Bitta ko'rsatib bering aka. Dilxirali bo'lmasin. Qo'y bobida chiqarib berasizmi buni? Eng main setkasida chiqarib berishadi. Hozir ko'rasizlar uni qanday holatda chiqarishini. Somon ham shayda bor. Chiqirganini qarang. O'shani tashang bo'ladi. Bo'ladi, o'chiradi. Mana akalar, kiyimga qo'ying, mana shu yerda sal yaqinroqdan ko'rsating buni. Simichka po'choq tashladi. Mana. Buni endi aka bitta gap aytsam-da. Odamlar yana qiziqtirib yuboradi desam endi yemakda g'uli yeydigan bo'lganda shevorardi bor. G'uli to'g'lar ham yevoradi aka. Gap so'z yo'q. Xo'p, endi ichkarilarni ko'rsataylik. Ichkarilarni ko'rsatamiz. Akalarimiz qanaqa aytib o'tganimizdek olib sotar emas, o'zlarining mana shu ichkarida sexlari bor, lazer apparatlari bor. Mana yana bitta narsa, kalla go'shti bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun tuya chiqaradigan apparat qilganmiz. Molni oyoqda, tuyaqda tirnog'ini chiqarib beradigan. Ha, o'zi ajratib beradi. O'tgan safar ham bitta zakasiga qilib chiqarib yubordik. Yana ikkinchisini jarayoni boshlandi mana. Bu narxini ham kelishtirib berasiz albatta. Narxlarni ham bir telefon qilsa, kelishtirib bir nima qilib beraveramiz. Arzonroq chiqarib berasiz, gap so'z yo'q. Endi ba'da mana lazerli stanovlarimiz bor, misol. Lazerda ham giganti bor. Misol aka farqi yo'q. Bizda furada keladimi, shalannada keladimi, qizig'i yo'q list. Kesilaveradi. Kesib 24 soat ish vaqtimiz. Kelgan paytga chiqarib, ishini bitkazib beramiz. Mana listmi endi mana shu? List mashina. Mana mashinalari 3 sm 3 millimetrlik deydi. Mana ular 4 millimetrlik. Bular katta yo'lga, katta yo'l, pechka, drabelcha qizig'i yo'q bizga. Demakki o'sha mahsulotlar bo'lsa qilib berilaveradi. Chizmasi bo'lsa kesib. Chizmasi bo'lsa, chizmalarni chizib, kesib beraverasizlar. Juda ham zo'r. Lazerda ham o'ta boshqacha aslanib kelingan. Lazer deyiladimi o'zi aka? Lazer mashina, List temirlarni kesaveradi. Yaxshi, to'g'ri. Hozir mana unimiz bor mana, misol uchun mana. 208 qalinlikda. Kesadimi shuni? Shuni ham kesib beraveradi aka. Hozir o'sha chizmasini tayyorlanyapti. Chizish anaqasida boshlangan bu hozir. Chizmasi tayyorlanyapti, chiziladi bu hozir, kesiladi. Bunaqa narsalarimiz bor, misol. Bu nima endi aka? Men to'g'risi tushunmayman o'zingiz. Mana. O'zlaringiz yasaganmisizlar aka? O'zimiz yasaganmiz shu. Lazerda kesiladi. Ushlama boryapman. Menga bitta qo'ying. Efir minorasi. O'ptimcha akalarimiz bo'lsa aka. Ofisga qo'yib qo'yish uchun podarka ham qo'yaveramiz. Gap so'z yo'q. O'ptimcha akalarga podarka. O'ptimcha akalarga podarka buna narsalar. Endi bu lazer ko'p narsalar qilishi mumkin. Misol uchun daraxtlar chiqarishi mumkin. Oson bo'ladimi? Osingiz bo'ladi. To'g'rimaydi ish qilib. Yo'q. Mana haligi qanchachi? Akalarimiz qo'li gul ustalar ekan. Haligi o'tdi ekan. Yo'q. Gap so'z yo'q. Nima qilasan oshna? Mana tashqarida qilichni ko'rdik.
qilich esa hali kesib qo'yilgan. Qilichlar ham suvenirlar uchun halidaqa assuar deydimi? Ha, Uylarga boshqa misol ilib osib qo'yish qo'yish uchun nержавейкаdan qilib berilganda endi u. Berilgan. Lazer xizmati bor. Jamiki narsani qilinaveramiz. Misol dorvazachi akalar bor. Gul chiqarishim kerak deydi. Ularga ham chiqaraveramiz. Gap so'z yo'q. Bonus chakalarimizga albatta so'ragan narsalarni sal yengilroq narsalarni. O'ttimchilarga bonuslarimiz bor. Gap so'z yo'q. Pechka, chatyo'l, atromon pechka, hamma narsamizdan bor. Gap so'z yo'q. Hamma narsani aytdik menimcha. Aha. Mana bu narsani aytayotgandingiz. Ha, bunimiz endi kompressor bu. Kompressor. Mana shu nimaga ishlaydi? Lazerga ishlaydigan narsa. Shu aytganimizda hamma yo'q mana shu yerga Pul avtomatlarda quyiladi. Svarkalar, ha? Aha, suvarka apparat pul avtomatlar bor. Mana yerda qism qo'yib Ha, granullar demoqchi edim. Ha, o'sha granulyator. Shu esdan chiqib qolyapti ekan. Aha. Granulyator apparat, ha? Aha. Hozir endi yig'ish jarayonida biz. Aha. Mana shu granullar narsalari shu. Mana ular ham? Aha. Misol, chorvasi borlarga yemni alidaqa kichkina qilib granullar qilib beradi. 70% pishirib beradigan. Aha. Granulyator. Hozir tayyorimiz yo'q edi, ko'rsatib ketamiz dedik. Iloji bo'lsa rasmini qo'yib ketamiz. Shuna narsalar ham bor bizda. Yasab berilaveradi. Yasab beriladi. Unga talab kuchliligi uchun yasalyapti, ketyapti, sotilyapti-da, u sira. To'g'ri. Shu. Shu optim chakalarimiz xohlasa, buni so'rasa, bundan ham chiqarib beraveramiz. Bundan ham qilib beraveramiz. Gap so'z yo'q. Kalmedagi menimcha hamma narsani aytdik, ko'rsatdik. Agar yana aytadigan bo'lsak, 1 soat vaqtdan bizga oz. Shunaqa. Kuzatuvchilarimiz bilan bo'lmasam xayrlashamiz. Qandaydir savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, akamizga bemalol aloqaga chiqsalaring, bitmaydigan ishni o'zi yo'q. Hammasi bitadi aka, xudo xohlasa. Bitadi, deyincha, juda ham zo'r. Bo'lmasam aka, sizga kattakon rahmat, o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Xalqimiz uchun har doim mana shunday arzon narxlarda chiqarib beravering. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, yana bitta narsa. Xo'p, bemalol. Aytmoqchi bo'lib turdim. Aytdim, shu narsani endi aytaman mana. Aka, yana bitta narsa. Agar biz kuzatuvchilaringiz aka, Xo'p. mana shu videoni ko'rib, misol uchun like bosib, kommentariyaga yozib, qancha ko'p kuchaytirib bang'illatsa aka, 10 mingta like bo'lsa, Xo'p. aka bitta drabelkani shuna bunaqaga berib yuboramiz. Bonusga berib. Podarka qilib berib yuboramiz. Gap so'z yo'q. Shu podpischilar ichidan bir qaraymiz, ko'rib, kommentariyani qaraymiz. Asosiy like. Mana undan ham bitta yasab berasiz. Bundan ham yasab beraveramiz. Bonusiga. Bonusiga. Gap so'z yo'q. Albatta mana shunday podarkalar olmoqchi bo'lsalaring, shu narsalarni yo'lga qo'yamiz. Bu bor endi ko'p narsalar bor-da, hozir so'rashyapti, berib yuboryapmiz-da. Shu narsalarni podpischilaringizga podarka qilamiz. Gap so'z yo'q. Like kuchaytirib, ko'paytirib, kommentariyani ko'paytirsa bo'ldi. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, o'sha akamiz aytganlaridek albatta qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada bo'lsa, yaxshi so'zlarni yozib tashlaverasizlar. Bo'lmasam aka, xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.